alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari hamda brifing ishtirokchilari. 2026-2027 o'quv yili uchun qabul jarayonida Termiz davlat pedagogika instituti huzurida tashkil etilgan call center abituriyentlar, talabalar, ota-onalar hamda fuqarolarni tezkor va ishonchli axborot bilan ta'minlashda muhim o'rin tutdi. Qabul jarayoni davomida call centerga kelib tushgan barcha murojaatlar belgilangan tartibda qabul qilinib, ularning mazmunidan kelib chiqib tegishli tarkibiy bo'linmalar bilan hamkorlikda o'rganildi va murojaatchilarga o'z vaqtida aniq hamda batafsil javoblar berib o'tildi. Murojaatlarni qabul qilish, ro'yxatga olish, mas'ul xodimlarga yo'naltirish va natijalari yuzasidan fuqarolarni xabardor qilish ishlari tizimli ravishda olib borildi. Qabul mavsumi yakuniga qadar call centerga 1000 dan ortiq onlayn hamda 300 dan ortiq offlayn murojaatlar kelib tushgan. Kelib tushgan barcha murojaatlar ko'rib chiqilib, fuqarolarga ijobiy yechim va amaliy tushuntirishlar berib o'tilgan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, murojaatlarning asosiy qismini dual ta'lim shakli bo'yicha savollar tashkil etgan. Shuningdek, bakalavriat va magistratura qabuli, ta'lim yo'nalishlari, hujjatlarni onlayn ro'yxatdan o'tkazish, kasbiy va ijodiy imtihonlar, texnikum bitiruvchilarini suhbat asosida qabul qilish, to'lov-kontrakt masalalari hamda qabul jarayoniga oid boshqa savollar yuzasidan murojaatlar kelib tushgan. Call center faoliyati davomida fuqarolarni qiziqtirgan eng dolzarb savollar muntazam tahlil qilib borilib, ular yuzasidan institutning rasmiy veb-sayti va rasmiy ijtimoiy tarmoqlarida hujjatlarni tushuntirish materiallari e'lon qilingan. Shuningdek, murojaatchilarga hujjatlarini my.edu.uz platformasi orqali onlayn ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha amaliy yordamlar ko'rsatilgan. Mazkur faoliyat institutda ochiqlik va shaffoflik tamoyillarini ta'minlash, fuqarolar bilan samarali muloqotni yo'lga qo'yish hamda qabul jarayonining shaffof va qulay tashkil etilishiga katta xizmat qilgan. Termiz davlat pedagogika instituti bundan buyon ham murojaatlar bilan ishlash sifatini yanada oshirish, zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish hamda fuqarolarga sifatli axborot xizmatlarini ko'rsatishni ustuvor vazifalaridan biri sifatida davom ettirmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.